Cho'g'ami buni? O, ho'kizlar, qani sanlar? Akangni chaqir. Aka, tur, bizni dadam chaqiryaptilar. Ana chaqirganlar yo'q. O ho'kiz deyishdi, eshitmadingmi? Bu uyda sendan boshqa ho'kiz yo'q-ku. Qaysining olishding bu pensiyani? Yo'q, men o'zim ishlab pul topaman, men tekkanim yo'q. Yo, san oldingmi? Yo'q, men olmadim. San olmagan bo'lsang, kim oldi unda? Kelin! Labbay dadajon. Mana uni ichida choy to'kib tashing. Qaynatamdan qolgan rost gapirtiradigan choyni damlab chiqingchi. Xo'p bo'ladi. Ich. Ana endi to'g'risini ayt. San oldingna pensiyani yarmini. Yo'q, men olmadim. Men tegmadim men. Qani o'g'iltoy, siz ham bitta chinchi? Qani o'g'iltoy, to'g'risini aytingchi? Menga ishonmayapsizmi, dedi. Men o'gam yo'q, qattaligini ham bilmayman uni. Kelin! Labbay dadajon. Qani. Yo'q, men ko'k choy icholmayman, davlenam tushib ketadi. Kelin, bu oddiy choy emas. Bu Xitoy zaminlarida yetishtirilgan, yumshoq va yengil ta'm bilan ajralib turadi. Undan tashqari sizni organizmingizga ko'plab foydasi bor. Qani. To'xtang kelin. Ma'lumot aytib, bu premium organik choyi yurak qon tomirlarini faoliyatini yaxshilaydi. Ovqat hazm bo'lishiga yordam beradi. Kun davomida agar ichib yursangiz, tetiklantiradi, energiya beradi. Qisqasi buni umuman ziyoni yo'q, foydasi bo'lsa bor. Qani. Ana endi to'g'risini ayting. Kecha kechqurun qulupli yegim kelgandi. O'g'lingizga aytsam, o'g'lingizni ham yegisi kelibdi. Xo'p, mana bilib oldik qayerga ishlanganini. Pulni so'rab oladi-da, ho'kiz. Yana bir narsani bilib olaylik dadajon. Nimani bilgis kelyapti, kelin? Shu o'g'lingiz 3-4 kundan beri kech kelishyapti. Qayerda yuribsiz desam, aytishmayapti menga. Bo'lib, biz bilamiz-da, mana hozir to'ldirib qo'yib beraman, keyin to'g'risini aytadi. Dozasi kuchayib ketib tishkilikda, yo'balani. Dada, ta'sir qilmayman, to'ldirib qo'yishingdan. Nima qilaylik bo'lmasam, o'g'iltoy? Ro'z gapirtirgan choyda o'ziga damlab borish kerak. Aka, men tayyorman. Nima tayyorsiz? Ruscha o'rgandim, Rossiyaga borib ishlab kelaman. Rossiyaga borib ishlash uchun ruschani bilish shart emas, hamma o'zbek aytdi. Nima qilish kerak? Rossiyada ishlagan oyligingizni uyga qanaqa qilib jo'natish kerakligini bilish kerak. Qanaqa qilib jo'natar ekan? Ilovadan jo'natadi. Yubor degan ilova bor. O'sha ilovadan o'z kartga xumoga pul jo'natsangiz, ortiqcha foiz olmaydi. Dollar qilib jo'natsangiz ham normallik kursda jo'natsangiz bo'laveradi. U ilova App Store'da ham bor, Play Marketda ham bor. Endi qaytingda bir oy mana shu haqida o'ylab turib, keyin bor ishlagan. Do'stim Banisadan chiqibdi-yu. Yuvish kerak buni. Albatta. Oling do'stim. Do'stim yeng. Oling. Zo'r ekan. No. Akaxon, nima qilib yuribsiz bozorda? Kiyim olgan kelavdim-da. Mana men qilib beraman-da kiyimni, original kiyim ham kiyaverasizmi? Ha-da. Yo'q mana. Ukaxon, mana shuni bitta kiyib ko'ring, haqiqiy toza narsa. Nech pul bu? Ot bilan tuga bo'lami? 350 mingdan 700 qilib beraman sizga. Boring. Bo'larkani mana, haqiqiy siymosiz siz. O'libdi sizga ustbosh. Akaxon, shim ko'talik qiladi. Tushib ketib olmaydimi? Ana, bo'ldi ukajon, endi tushib ketmaydi. Mana biz do'konimizning nomidan sizga bonus. Almashtir 40 baylab yuraverasiz. Mana shunaqa vaziyatga tushib qolmasliklaring uchun Xemidagi Istanbul Premium do'koniga kelasizlar. Hech qanaqa o'rtakasiz, hech qanaqa akaxonlarsiz, o'zingizga ko'nglingizga yoqadigan, o'zingizga loyiq tushadigan kiyimni kiyib, mana shu yerdan xursand bo'lib chiqib ketasiz. Keyin narxlarga umuman e'tibor bermang. Bugundan boshlab, ya'ni 2-maydan mana shu siz ko'rib turgan hamma narsa 99 ming so'mdan aksiya. Akaxon, aksiya qachongacha ekan? Siz bo'ldi deganingizgacha. Yo'q, bo'lar ekan, mana chiroyli bala bo'lsam. Ishtonlar tushib ketmaydi, remen ham shartam bor. Jigar, suyunchi berib uy oldim. Gap yo'q, mana suyunchi. Men nima qilaman? Yangi uyga xolodilnik konservator olib bersangiz bo'lmaydimi? Bunaqa qimmat narsalar qarindoshlarga olib bermaydimi ko'rmona qilib? Ketdik, olib berasizmi? Jigar, bozorda olib bermaysizmi? Bozordan baba diskont aksiya bo'lyapti. Qani kiringchi.
Mana shunda mana konditsioner olib beraverasizmi? Xuddi shu konditsionerdan olib beraman. Buni 12 oyga oylik to'lovi 519 ming ekan. Plus siz diskontdan konditsioner olsangiz, o'zlari uyingizga olib borib berish ekan, o'rnatib berish ekan. 1+3 degani-da bu. Qulluq bo'lsa endi konditsionerlar. Qulluq, lekin bitta xolodilnik olib bersangiz bo'lar ekan uyga. Xolodilnik ham kerakmikan? Hali. Mana shu primer xolodilnik 12 oyga 279 mingdan tushar ekan. Nima bo'lsa bo'ldi, ol deyshini ham. Rahmat, jigar. Shuncha narsa olib berdingiz. Hech bo'lmasa bitta telefon olib bering. Ha bo'ldi, uni ham olamiz. O'sha Galaxy A56 ning narxi oyiga 499 mingdan tushar ekan. Men unga qo'shib turib sizga bitta Acer LED notebook olib beraman. Buni SSD karti bor 256 lik. Narxi oyiga 299 ming ekan. Bo'ladimi shuncha narsa? Yetadi. Ey Xudoga shukr. Mana shu ukajonim nomlariga shunday rasmiylashtirib olaverasiz. Yo'q, o'zingiz rasmiylashtirdingizmi? Men nima farqi bor sizga? Ben to'g'lasam bo'ldi-yu. Ukajonimga shunday rasmiylashtirib olasiz, bo'ldi. Rahmat.